Bola sofligining eng ulug' ko'rinishi. Ko'zlarida umid uchqunlari yonib so'radilar: "Ota, qani mevalarimiz?" Hazrati Ali roziyallohu anhu ularni bag'riga bosdi, sochlarini birma-bir siladi. "Jondan aziz bolajonlarim, sabrli bo'linglar. Ammo bizga meva olib kelish uchun ketgan edingiz-ku?" "Ha, shuning uchun ketgandim." "Unda mevalarimiz qani?" "Sabrli bo'lsangiz, boshimizga tushganlarini birma-bir tushuntirib beraman." Nurli bolalar boshini egib, bir burchakka g'ujanak bo'lib oldilar. Janobi Ali karramallohu vajhahu bolalarining holiga achindi. Jannat ayollarining sayyidasi Hazrati Fotimaga: "Yo Fotima, sen olamlarga rahmat bo'lgan zotning qizisan. Bergan puling bilan 2 musulmonni muammodan qutqardim. Mana shu sababdan bo'sh qo'l bilan uyga qaytdim. Meni kechir", dedilar. Boshida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xos tojining aksini olib yuruvchi Hazrati Fotima roziyallohu anha muloyim tabassum qildilar. "Yo Ali, juda to'g'ri qilibsiz. Allohga hamd aytamiz. Bizga u kifoyadir." Jannat chechaklari Hazrati Hasan va Hazrati Husayn roziyallohu anhular bola sofdilligining eng buyuk namunalari edi. To'xtamasdan xarxasha qilishardi. "Ota, mevalarimiz qani?" Hazrati Ali roziyallohu anhu bu holatga dosh berolmay uydan chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga borish uchun yo'lga tushdilar. Yo'lda tuya yetaklagan bir odam Hazrati Alining yo'lini to'sdi. "Bu tuyani sotmoqchiman, olasanmi?" Hazrati Ali javob berdi: "Pulim yo'q, qanday qilib olaman? Puling bo'lmasa, senga nasiyaga bo'lsa ham beraman. U holda olganim bo'lsin. Ol, xayrini ko'r, tuya seniki." "Yaxshi, qanchaga berasan?" 100 aqchaga beraman." "Xo'p, shu shart bilan sotib oldim." Allohning arsloni va avliyolar sultoni Hazrati Ali roziyallohu anhu tuyani sotib oldi. Jilovidan tutib ketayotgan edi. Yo'lini boshqa bir odam to'sdi. "Ey Ali, eshitaman. Shu tuyani menga sotasanmi?" "Ha, sotaman." 300 aqcha bersam rozi bo'lasanmi?" "Nega rozi bo'lmay?" Tuyani 300 aqchaga bu notanish kimsaga sotdi. Quvonch va sevinch ichida bozorga ketdilar. Jajjigina Hasan bilan Husaynga yeguliklar va mevalar olib uyiga qaytdilar. Fatima roziyallohu anhu yugurib kelib eshikni ochdilar va Hazrati Ali roziyallohu anhuning xaltasi to'laligini ko'rib hayron bo'ldilar. "Yo Ali, bularni qanday qilib oldingiz?" "Buyuk Alloh birning o'rniga 1000 berdi. Unga hamdlar bo'lsin." Nurli bolalar quvonchdan sakray boshladilar. Hazrati Ali roziyallohu anhu bo'lib o'tgan voqealarni aytib berib, endi Alloh rasulining ziyoratiga borishni aytib, o'rnidan turdi. Tasodifga qarangki, ular yo'lda uchrashib qolishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari suyukli qizini ziyorat qilish maqsadida yo'lga chiqqan edi. Yo'lda Ali roziyallohu anhuga duch kelib tabassum qildilar. "Yo Ali, tuyani kimdan olib kimga sotding? Alloh va rasuli yaxshiroq biladi, ey Allohning rasuli." "Ey Ali, senga tuya sotgan Jabroil, sotib olgan esa Isrofil. Tuya esa jannat tuyalaridan edi. 2 musulmonni qayg'udan qutqarganing uchun Alloh seni mukofotladi." Ko'ngli olmos rangli injular bilan limmo-lim bo'lgan janobi Ali roziyallohu anhuning quvonchdan boshi osmonga yetdi.